Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida tadqiqot elib borgan amerikalik doktor o'quvchi Sarax Taynan rayonda shohid bo'lgan ishlar haqida bir maqola e'lon qildi. Doktorlik maqolasi tadqiqotimni 2014-yil Uyg'urlarning ona vatani Urumchida boshladim deb boshlagan Taynan Urumchida 3 milliondan ortiq nüfus borligini, shaharda Uyg'urlar bilan birga Xitoylarning yashaydiganligini tonishtirdi. O bu jarayonda 66 Xitoy va 98 nafar Uyg'ur bilan suhbatda bo'ldi. Urumchidagi saqchi taqibining tunji boshlangan vaqtlarga shohid bo'ldim. 2017-yil 2-oydan boshlab Uyg'ur qo'shinlari g'oyib bo'lishga boshladi deyish orqali yig'ilish lagerlariga 2017dan boshlab tutqun qilinganlarning avjiga chiqqanligini ishorat qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarida 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur va qozoqlarni tutib turmoqda. Farzandlaridan ayrilib qolgan Sharq Turkistonlik onalar İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldiga yig'ilib namoyish o'tkazdi. 8-bor Dunyo ayollar bayrami kunida Turkiyada yashayotgan bir to'p Uyg'ur ayollar Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan naq tutqun qilingan erlari va farovonlik markazlari nomidagi bolalar lagerlariga qamalgan farzandlari 3 yildan buyon aloqalashamayotgan oilasi va urug' tuqqanlari uchun Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazdi. Bu onalar yana İyi Partiya İstanbul şöbesini ziyorat qilib, doiralarga dardini anglatdi va ahvolning Turkiya Buyuk Millat Majlisiga sunilishini talab qildi. Ularning boshqa faoliyatlari davomlashmoqda. Amerika Davlat xavfsizlik maslahatchisi O'Brien Washingtonga joylashgan Miras fondi nomli aloqador omborda o'tkazilgan bir yig'inda Amerikaning davlat bexatarligi haqida yangi bir qarashni o'tirg'a qo'ydi. Amerikaga ta'sir ko'rsatayotgan ۋۇخەن virusi haqida to'xtalgan O'Brien, bu virus Amerikada emas, Xitoyda o'tirg'a chiqdi. Uningdan keyin uzun vaqt o'tdi dedi. U Amerikaning hozir virusga qarshi turishda yaxshi bir nuqtada turayotganligini ta'kidlab bundoq dedi. ۋۇخەندا eng yaxshi tadbirlar qo'llanish o'rniga yuqum ahvolini yoshirdi. Bu dunyo jamoatchiligining virusga qaytaradigan inkosining ishga kechib ketishiga sabab bo'ldi. Xitoydan virusning taraqqiyoti haqida kerakli uchurlarni elib, hamkorlashgan bo'lsak, naq maydonda Dunyo SAHىيە tashkiloti bilan Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi bo'lgan bo'lsa, Xitoyda va dunyoda hozir yuz berayotgan ishlarning oldini ola oladi. Dünya SAHىيە tashkiloti yangi tipli koronavirusini Dunyo yuqumluq kesal deb atashga bo'ladiganligini e'lon qildi. Dünya SAHىيە tashkilotining boshlig'i Tedros Adhanom Janvadagi markazda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida ۋۇخەن virusi haqida ma'lumot berdi. 2 hafta ichida Xitoy sirtida yuqumlanuvchilarning sonining 13 hassa, ta'sirga uchirgan davlat sonining 3 hassa oshganligini tilga olgan Tedros, koronavirus uchun dunyoni qoplagan cho'ng yuqumliq kasal deb qarash haqida qaror chiqarganligini bildirdi. O dunyo miqyosida 114 davlatda 118 mingdan ortiq ۋۇخەن virusi yuqumdori bayqalganligini, bularning 90%dan ko'pragining Xitoy va Koreyada ekanligini, shuning bilan birga bu ikki davlatda yangi bayqalg'uvchilar sonining tuvallayotganligini aytdi. Tedros dunyoda 81 davlatda ۋۇخەن virusi haqida ma'lumot kelmaganligini, 57 davlatda 10 dan oz yuqumlanuvchi bayqalganligini, jami 4291 kishining hayotidan ayrilganligini dedi. Neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti bilan Rossiya orasida neft ishlab chiqarishni ozaytirish haqida kelishim hosil qilinmaydigandan keyin Saudiya Arabiston neft ishlab chiqarishni oshirish planini oshkorladi. Saudiya Arabiston Energiya ministrligi davlat neft shirkati Aramco'ning kundalik neft ishlab chiqarish miqdorini 12 million bakdan 13 million bak ko'paytirishga buyurilganligini e'lon qildi. Bu haftaning 5'ida Saudiya Arabiston ishlab chiqarishni oshiradiganligi va bahoni tuvallatadiganligini e'lon qilgandan keyin neft bahosi 30% tuvalladi. Xitoy koronavirus sababli ishlab chiqarishning tuvallashiga mos holda neftga bo'lgan ehtiyojni tuvallamoqda.